Tokaga qarshi jangda g'alabaga erishdik. Keyin esa Mo'g'ulistonlik raqibidan ustun keldi va bundan avvalgi bosqichda Janubiy Afrika Respublikasi vakiliga qarshi jangda ham 5-0 hisobda g'alabaga erishgan edi. Chorak finalda mana endi bu uning ham navbatdagi muhim janglaridan biri. Xo'janazar Nortojiyevga albatta ishonib qolamiz. Yoshlar o'rtasida katta yutuqlarga erishgan. Kattalar o'rtasida ham mana endi mamlakat chempionatlarida, bu kabi jahon chempionatida ham ishonch bildirdi. Muvaffaqiyatli yurishlar davom etyapti. Yaxshi ikkilik zarbasi 3-chisini o'tkazdi. To'g'ridan jeplar ham muvaffaqiyatli. Albatta Tojikiston vakilini ham yaxshi bilish kerak. Yig'inlarda ko'p marotaba qo'shni davlat vakillari ham ishtirok etyapti. O'zbekistonda sinov janglari tashkil qilingan bo'lsa ham albatta bu ehtimol yo'q emas. Yaxshi o'tkazdi Xo'janazar. Gavdaga zarba. Qarang, qanday chalg'itdingiz. Ikkilik zarbasi. Gavdaga to'g'ridan yo'llanayotgan zarbalarning ham aksariyati muvaffaqiyatli chiqyapti. Ikkilik zarbasi muvaffaqiyatli. Yaxshi Xo'janazar seriyalarni muvaffaqiyatli bajarmoqda. Aksariyati o'tayapti. Demak, davom etish kerak gavdaga. Ana shu tariqa eng muhimi sportchilar bir-birlarini hurmat qilgan holda, aynan qonun qoidalar asosida jangni davom ettiryapti. Ortiqcha bir-biriga qaltis harakatlar yo'q. Hakamga ham deyarli bir ish qoldirmayapti ular. Gavdaga zarba. Murabbiylarimizning ham olqishlarini eshityapsiz. Albatta ular ham mamnun ushbu jangning borishidan. Har bir harakat albatta o'z samarasini beryapti. Ikkilik zarbasi yaqin masofada. Qarang, gavdaga biroz engashgan holda jondan hukni chiroyli yo'llamoqda. Eng muhimi ko'p zarba o'zi deyarli zarbalarni o'tkazayotgani yo'q. Eng muhimi xotirjamlik bor, ishonch bor. On soniya bitta hujum ko'ramizmi? Ha, shunday. Yetadi demoqda Rahmatjon Ro'zoxoni. Bo'ldi, kerak emas ortiqcha zarba demoqda. Birinchi raundni juda ham zo'r o'tkazdi. Yana bir kar ana shu jarayonlarni birgalikda ko'rish imkoniyatiga albatta egamiz. Yigirma 23 yoshli Tojikiston vakili Xusrav Shoh bundan avval Xo'jandda jangda ishtirok etgan va uchta jangda ham g'alabaga erishgan. Bakudagi musobaqada esa Nodirbek Berganovga qarshi jangda imkoniyatni boy bergan edi. Ikkinchi raundni kuzatamiz. Natijalarini ko'rdingiz, ma'lum.
Seriya gavdaga. Mana endi bosimni to'xtatma demoqda murabbiylarimiz. Aks holda ikkinchi tomon kuchayishi mumkin. Bunga imkon qoldirmaslik aytilayapti. Janazardan so'ralayapti. To'g'ridan yo'llangan zarbani ham qabul qilib olishga majbur bo'ldi Rahimov. Eshitish kerak albatta referini. Bir yarim daqiqa atrofida vaqt qoldi. Ikkinchi raund. Eng muhimi tashabbusni qo'ldan chiqarmaslik so'ralayapti. Yaxshi uppercut. Nortojiyev tomonidan gavdaga yo'llangan zarba. Qisqa masofada bir necha zarbalar, uppercut albatta. Endi mana Tojikiston vakili ham tashabbusni o'z tomoniga og'dirish uchun bir necha zarbalarni yo'llashga urindi. Ba'zan aniq, ba'zan noaniq. Qisqa masofada juda chiroq. Bu navbatdagi uppercut ham a'lo chiqyapti. O'zi ham zarbani qabul qilib olishga majbur bo'ldi. Eng muhimi ko'rsatmalarni to'la-to'kis bajarishga harakat qilyapti Nortojiyev. Murabbiylariga ham qarab qo'ydi. Nortojiyev shunday davom etish istagida u. Tempni ko'targan edi, qarang qanday javob yo'llamoqda Nortojiyev tabassum o'ng tomonidan. Mana shunday yarim finalda ham tabassumga kuch topa olishiga qoyil. Bu albatta barchasini ko'ngildagidek bajara olayotganidan mamnunlik hissi albatta. Ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda. Bu esa tojikistonlik muxlislar. Bu esa ham yurtlarimiz bayrog'ini ko'tarishgan holda albatta dalda berishyapti. Terma jamoasi vakillariga takroriy vaziyatlarni ham ko'ring, yana bir karra xulosaga ega bo'ling. Albatta 5-0 bo'lish kerak. Bu raundda bitta hakam bizga g'alabani bergan. Mana bu tabassum balki ana shu berilgan balga bo'lsa ajab emas, ha? Rahimov tomonidan. Qiziq. Nachora kuzatamiz. Jondan zarba. Eshitdingizlar, yiqitish kerak deyapti. Boshqa chora qolmadi demoqda Nortojiyevga terma jamoa murabbiyi. Chunki murabbiylar, hakamlar chap ko'zi bilan ko'ryapti-da. Jangni. Eng muhimi Nortojiyev ruhan qolgani yo'q. Asabiylashmayapti. Biroz tez istehzoli kulgi bilan jangni davom ettiryapti. Uppercut. Chap qo'lni ham o'tkazdi.
eshityapsiz-a? Sodda lo'nda qilib tushuntirib qo'ya qoldi sportchimizga. Qattiqroq zarba yo'llash kerakligi so'ralyapti. Albatta vaqt bor. O'ng qo'lni o'tkazishini qarang, chiroyli tarzda. Aniq zarbalar. O'zi ham o'tkazib yubordi bu yerda. Shu tariqa vaqtdan yutishga harakat qilyapti Rahimov. Biroz asabiylashyapti. Tushunsa bo'ladi Nortojiyevni ham, chunki shunga majbur qilyapti. Perkot yondan zarba. Hech bo'lmasa Nortojiyev mana shu jangda zarba berib, mana shu hakamlarning chiqargan xulosasining alamidan chiqayapti. Ladies and gentlemen, your presentation guest is Mr. Shohid Telaboyev, the secretary. Albatta ular ham ko'rdi, biz ham ko'rdik. Boksga munosabat esa hammada albatta o'ziga xos bo'ladi, lekin hammasi tushunarli. O'zbekiston boks federatsiyasi bosh kotibi Shohid Tillaboyev hammasi joyida, xafa bo'lma, sen yutding demoqda. In the blue corner, representing Tajikistan, mayli. Qo'shnimizga g'alabani berishdi, lekin sen vijdonli ekan, lekin ofarin. Isrof Shoh bali bir vijdoni yo'l qo'ymadi, qo'lni ko'tarib qo'ydi. Shunisiga ham tashakkur. Va tojikistonlik mutaxassis ham mana samimiy qutlab qo'yapti. Chunki bu yerda O'zbekistonning non tuzini ko'p marotaba ichgan. Bu yerda yig'inlarda ishtirok etishadi, hali ko'p marotaba keladi. Nachora. Hakamlar bu yerda, yon hakamlar shunday xulosa chiqarishibdi. Mayli. Biz uchun bu oltin. Xo'janazarga omad tilaymiz. Biz navbatdagi faoliyatlarida ham yaxshi jang qildi, zo'r jang qildi. Yasha, o'zbek yigitlariga xos mana shu yerda ham tabassumni ko'rsata oldi. Shunday jarayonda ham. Takroriy vaziyatlarni yana bir karra ko'rishingiz mumkin. Bular qadrdon ekanligini yana bir karra ko'rsatishda.